Ora sizga narmani oling deyapman, pianino xalaqit beryapti. Nimani bosiz aka? Bizning yor ko'rsatuvimizda o'z juftingizni toping. Sizlar bilan 67-qishloq va men 67-qishloqning janob meri bo'laman. Albatta bu yerda o'z juftingizni topishingiz. Nima, bizning birinchi juftimiz ikkita o'g'il bolami? Men kelmasdim boshlovchilikka unday deganlaringda. Janob ber, unday emas. Qarochi biz bu muzikachilarmiz. Kelisholmayapmiz. Joyim qo'yyapti mana u. Nima, janob ber, joyni torqib qo'ygan ekansiz o'zingiz. Mana bo'lyapti endi. Men ishlamayman qarochi. O'zingiz topib oling muzikachi boshqa. Men ham ishlamayman. Qayoqqa borsalar, boraveringlar, bilganingni qilinglar qarochi. Tak, xo'sh, ajoyib notebookimda barcha ishlarimni tugatdim va nima, kimdir chaqiryaptimi? Estrobek, bu yoqqa chiq. Ey, janob mer, tinch qo'yasizmi? Bo'ldi, eshikni ochmang. O'zim kirolmayman. Nima deb o'ylaysan? Qishloqdagi hamma uy meniki. Cho'g'sam, xohlasam bir kunda qishloqdan haydab yuboraman. Qarochi yordaming kerak. Qanaqa yordam bo'pti? Yordam berganim bo'lsan. Telefoning bilan kamerani men olyapsan. Meni o'zingcha tuhmat qilib qamatib yubormoqchi bo'lyapsanmi? Ay yo'q, sizlarni men qamatib yuborman. Ana videoga menga uyalaman. Bo'pti, nima muammo? Qarochi orqamdan yursang chuv olasan. Qishlog'imizda bir yor ko'rsatuvini ochgandim. Qanaqangi nima yor? Yor, juftlarni o'z juftini topadigan joy mana ko'rishing mumkin. Taklif qilib qurdirdim. Lekin bu muzikachilar ketib qoldi. Nima qilsam bo'ladi endi? Bu muzikasiz yor basda endi nima deysan? Mana bir ideya kelgandek bo'lyapti, lekin joylarni qo'yib qo'yibsiz, mana o'rtaga pardalar tortib, haqiqiy yor-yorni vibe-ni beryapti. Pastga tushib ketdingizmi? Bu yoqda nima, keling-ku, mana shunaqangi oddiy joydan chiqarim, orqasini ham tez qurdirib qo'ying. Buni hal qilaman, muzikachilarni har xil muzikachilarni qayta topamiz endi. Men qarochi topaman. Menda bitta ideya keldi, orqamdan yuringda. Mayli, uni topgan bo'lsang ham nomzodlarni qayta topamiz endi. Mana bir do'stim bor edi, ismi nima edi? Ismi Artefaktni chaqiraymi? Davay, chaqiruv bo'lsa, unga men kelindan xotindan so'rab ko'raman, topadi. Mana muzikani hal qiladigan kalonka. Nima, fonogramma aytadimi qo'shiqchilaring hali? Yo'q, qo'shiqchilar o'zi yo'q. Prosta mana shu kalonkadan muzikani qo'yib qo'yamiz, bo'ldi-da. To'g'ri o'ylaysan, bo'pti, xotin bilan gaplashay. Mayli. Tak, obunachilar, biz shahrimizda, qishlog'imizda yor pirki obunachilar qarqaga bo'ladi endi. Yo'q, sizlar agar o'zingizlar juftinglarni topmoqchi bo'lsanglar, bizni qishlog'iga kelishinglar mumkin. Bu mer nimalarni o'ylaydi, men hayron qolaman obunachilarning unicho. Problema bo'lsa doim Estromik yordamga keladi va hal qilib beradi. Tak, buni endi qayerga joylashtirsam bo'ladi? Tak. Mana bu yerga, obunachilar endi yesizchi, bizni qishlog'imiz juda ham mashhur bo'lib ketadi. Endi iprtning bo'lmishlar ham prosta uylanish uchun bizni qishlog'imizga keladi va ko'chib kelib bizni qishlog'imiz bola bog'chasi bo'lib ketadi. Tak, Artefaktni chaqiraydi to'yga nomzodlikka. Allo, Artefakt, kelyapsanmi? Ish bordagi, 1 soatda kelasanmi? Bo'ldi, aka, obunachilar, Artefakt 1 soatda kelar ekan. O'rtoqlar, Artefakt kim desanglar, meni YouTuber o'rtog'im obunachilar, let's go. Qarochi obunachilar, uni nimaga chaqirdingiz desanglar, u ham uylanmagan, endi prekim. Tak, endi Artefakt menga yozibdimi nima? Men keldim, muncha tez keladi. Bu obunachilar, mayli endi chiqib qaraychi. Tak, hozir atvet yozing. Xo'sh, qalaysan Artefakt, keldingmi? Nima gaplar? Qarochi, janob merdi uyga yur. Qarochi, sen to'ying bo'ladi. Yor ko'rsatuvimizda ishtirok etasan. Nima deyapsan? Men uylamayman, hali yoshman, karyera, o'qish, u yoq deganda, soxtasiga mayli-chi. Mayli unda. Janob mer, mana olib keldim, ko'rishingiz mumkin. Juda ham kelishgan mardoyig degan. Xotinga aytdim, kelinlikka nomzod topib qo'ydi. Agar sevib bo'lsa, taqdir bo'lsa, birdaniga bizning qishlog'imizda yangi aholilar paydo bo'ladi. Joyi bunaqangi bo'lsa, Artefakt o'zing rozsan-a? Bo'ldi, sen Estrobek, tur yo'qol bu yerda. Endi biz bu mardoyig bilan o'zimiz kelishib olamiz. Aşklar jiz, ikkita asal qiz. Qizmasu bittasi bo'jikku. Mayli deychi obunachilar, Estrobek obunachilarini ko'rayotgan bo'lsanglar, biz qishlog'imizda menga shu anaqangi jiyan baxtli bo'lsa bo'ldi. Boshqa hech nima kerak emas. Menga 100 ming so'm pullarni beringlar, o'tirib ketaman. Muammo emas, shuni ishlamanga to'g'risi. Shu ro'paramda o'tirgan xonim afandi ham juda chiroyli ekan. Shu menga to'g'rilab bormaymizmi? Nima deyapsan? Meni xotinim bo'ladi. Estrobek o'zi gaplashib qo'y. Men havasini yo'qib tashlayman. Men sport zaliga borganman. Nima deyapsan? 4 ta press, 4 ta emas, 2 ta ekan. Tak, qizi
qilishmaymiz. Albatta men bu yerda mana do'stim ko'rishingiz mumkin. Bu dobri inson va mana bu yerda bu kelinchagimiz, kelinbas qizimiz, mana bu sizning xotiningiz yollagan va Yollamagan nima deyapsan? jiyan vaqtli bo'lsa bo'ldi menga. Bo'ldi, sizga savol berish ham shart emas aka. O'sha nima deyapsiz, brat, endi tirikchilik dardi, oila dardida biz. Oilangiz bo'lib turib hali gap otdingizmi? Nima ham deysiz endi? Yosh ko'ngil. Nicho endi ijtimo qilmaydi va bu yerda qanaqadir xonanda, sozandalar, balobatlarlar. Xullas, restoranga ko'p gapirib bording. Ana u pullarni olganda qishloqdan bir kelin kuyovimizga uy tayyorlagan, ular bugun to'yi bo'ladi. To'y Jinnimisiz hali o'zidan so'radingizmi bularni siz? So'rashim shart emas. Men nima desam shu bo'ladi. Men qishloq beraman, bu yo'qmi? Siz qishloq berasiz, lekin Minecraftni berasiz-ku. Farqi yo'q menga. Xohlasan Minecraftni berib olaman ertaga. Ishonmaysanmi? Ishonmasang hozir bo'lib kelaman. Hozir yugurib borib bo'lib kelaman. Bo'ldi, ishondim janob mir. Sizga ortiqcha gap kerak emas. Xo'sh, bu yerda bilan ikkita yosh juftligimiz. Albatta, siz nima desiz shu bo'ladi. Mana bunaqangi qizil sochli, chiroyli qizlarga ham uylangansiz. Men sen ko'p gapirma. Seni ham uylab qo'yaymi, Estrobek? Yo'q, shart emas. Menga hali yoshman, o'zim anaqangi qilib YouTube'da kuchaytirishim kerak. Lekin anaqangi obunachilarim aytishi mumkin kommentariyaga, "Go, meni ham to'yim bo'lsin" desa, obunachilar nima desa shu. Bo'lmasa obunachilar kommentariyaga "Go" deb yozib tashlaymiz hammamiz. Let's go. Bo'ldi, unday bo'lsa biz obunachilar mana bu yerda meni bobomdan qolgan eski desam yolg'on bo'ladi, lekin rostdan ham eski mebellar bor, bularni to'g'rilab chiqaman va pullar meni o'zimning yonimga qoladi. Obunachilar bu IQ deyiladi. Let's go. Obunachilar, bu mer menga shuncha pulni просто uyni ta'mirlash uchun berib yubordi. Yo'q, mana bu yerda tursin, endi men boyman obunachilar, bugun bir ikkita to'y qilib yuborsam bo'ladi-yo. Menimcha obunachilar mer ham o'zi sal rohloda. Menimcha obunachilar men qishloqda meri bo'lsam yarasa kerak. Yo'q, obunachilar, qishloqda meri bo'lish uchun juda ham ko'p anaqangi qilish kerak. Nima edi? O'qish kerak, balobatlar qilish kerak, lekin bizning mer o'qiganga ham o'xshamaydi. Shu toqa-pog'asi bir amakisimi kimdir olib kirib qo'yganmi, shu qo'yam qo'yaman ba'zida. Necha obunachilar, mana bu uy bo'lmasmikin? Tayyor mebellar bor. Mer ham lo'qda, lekin u uyda odam yashaydi. Xo'sh, mer qaysi uyda ana o'qilay? Shuni ham bilmaysanmi? Ana bu sotuvchi ro'parasida kuznitsa bor-ku, o'shani qilgan. Bitta artist maytga yashinib ko'rinmas bu. Mana janob mer menga yashinyapti yashirincha. O'zim ta'zirini berib qo'yaman. O'stromek, sen odam bas ekansan, sotib qo'yding, tinchgina tomosha qilib turdim. Indamay turganda uyga ham yashinib olardim. Ana ko'rishingiz mumkin. Bo'lmabdi obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Eng oq ko'ngil inson o'zim ekanman. Albatta kommentariyaga Estromek oq ko'ngil deb yozib qo'yamiz. Necha obunachilar, let's go. Mana bu yoqda biz mana shu yerda gaplashib o'tiramiz. Men bu uyam lekin takoy ekan, lekin bu yerda adashmasam qaysidir qishloqda yashardi obunachilar, villager. Necha obunachilar, biz mana bu uyni tayyorlaymiz. Xuddi shu uyni aytdi janob mer va kravatni biz mana bu yerga qo'ysammikin? Yo'q, bu yerga unchalik yarashmadi. Obunachilar, mana buni qayerga qo'yish? Nima? Bagbuk. Obunachilar, qo'rqib ketdim. Yangisini olib kelaman, pul sarflab olib kelaman. Qo'rqib ketdim obunachilar. Necha mana bu yerga buni qo'yamiz va buni qayerga qo'ysam ekan? Yo'q, bu yerga qo'ysam eshigi mana bu yerga qo'ysam ekan. Lekin obunachilar, uy maksimalli keng bo'lish kerak. Yangi kelinki yo'q. Endi bilasizlar o'zingizlar obunachilar, buni qayerga qo'ysam? Mana bu yerga qo'yaman. Hammasi bir chekkali bo'ldi. Mana o'rtada katta joyda bemalol o'ynab, maza qilib, kulib yashayverishadi. Necha obunachilar, mana pushtu divorlar, pushtu yopinchiqlari va shu chotki bo'ldi. Endi ularni chaqirib kelsam bo'lgani ajoyib. Ne bo'lsa, let's go. Artifakt do'stim, yur mana bu yo'lga. Sen do'stim, sen juda ham mushik dobri inson ekansan. Xullas bu yoqqa kel, bu yoqda. Xotinni yoqda sharmanda qilmaganda o'zim bilaman. Mayli, unaqang ko'p gapirmayman. Ajoyib bo'ldi, bemalol kiraver. To'xta, yurib yo'g'an sen bilan bir gaplashib olaymi? Rostdan to'yim bo'ldi bu hozir. Hali to'yim bo'lmadi, jinda turib bo'ladi. Endi bemalol yurib, xotin borsa uyga borib tur. Yo'q, men uylandim bu. Voy, bu xolaganimcha yurib berishim mumkin. Endi ertalab qornim och kelib ketmaydi ishga. Yo'q, let's go. Estrobek senga juda ham katta rahmat. Sen uyga kirding, seni qiz. Yur uyga, bo'ldi. Estrobek sog' bo'l, yaxshilikda ko'rishaylik, mayli. Eshikni yopib qo'ydi obunachilar. Let's go. Necha obunachilar bizada.
hech narsa qilmaydi. Buni hech qisi yo'q, zarari yo'q. Obunachilar bo'ldi. Mana shunday qilib biz artefaktni ham berib qo'ydik. Necha obunachilar albatta keyingi qismlarda nima bo'lishini ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi va bu yerda mahalla ishlari janob Merda uyi bir gaplashaychi. Nima gaplar endi? Ko'rdingmi? Meni ideyam doim zo'r ishlaganda, keyingi qism obunachilar kutsa, hamma kanalga obuna bo'lsin. To'g'ri aytasizlar. Aytasiz mer, mana ko'rishingiz mumkin. Rostdan ham shu videoga ulangan hamma kanalga obuna bo'linglar obunachilar, chunki bor yo'qol endi. Hammayni bo'pti obunachilar. Albatta mer to'g'ri gapirdi. Hamma kanalga obuna bo'linglar. Keyingi qism qaysi kanalda chiqadi, qolgan kanallarda ham ayta olmayman. Lekin qolgan kanallarda ham juda ham qiziqarli videolar chiqadi. Mayli, endi men ferma ishlar bilan shug'ullanaman. Keyingi videogacha xayr obunachilar.